Hayit munosabati bilan bor yo'g'i 35 ming so'mga Xitoydan zakaz qilishni o'rganib olishingiz mumkin. Zakaz qilishni o'rganib, qancha pulingizni tejab qolishingiz mumkinligini video davomida ko'rasiz ham bo'ladi. Mana shu paltoni Pinduoduo programmasidan bor yo'g'i 20 ming so'mga xarid qilganman desam ishonasizmi? Ishonmaydiganlar uchun hozir shu yerda chekini qo'yaman. 10 yuan bizni pulimizga 20 ming so'm bo'ladi, ya'ni 2 barobar hisoblaysiz. Kargosi bilan baribir qimmat bo'ladi deydiganlar, kargosi bor yo'g'i 75 ming so'm bo'ldi. Shunda bu palto menga 95 ming so'mga tushdi. Xo'sh, shunda ham Xitoydan zakaz qilsangiz qimmatga tushaman deb o'ylaysizmi? Bekorchilikdan Pinduoduo menga har xil skidkali kuponlar berganining oqibatida mana shu organizerni ham bor yo'g'i 5 ming so'mga zakaz qildim. Sifati juda ham zo'r ekan. Kutganimdan ham juda ham zo'r keldi. Kargosi 15 ming so'm, 14 ming so'm shunaqa bo'ldi. Qizim hali yurgani yo'q, lekin uydagi oyoq kiyimlari qatoriga mana shuni ham qo'shib qo'ydim. Juda ham zo'r ekan. Bor yo'g'i 25 ming so'mga xarid qildim. Buni ham kargosi 12 ming, 13 ming shunaqa bo'ldi. Chunki juda ham yengil. Bunga moslab shunaqangi chiroyli bo'lgan bodichani bor yo'g'i 14 ming so'mga xarid qildim. Buni ham sifati o'zim kutganimdan ham zo'r ekan. Ikkalasini endi kiydirib qo'ysam ham bo'ladi. Meni nozik qizlar tushunsa kerak, eng glavniy muammoim shu oyog'imga yopishib turadigan lasini qidiraman, lekin unaqasini topa olmayman. Oxiri Xitoydan bor yo'g'i 8 ming so'mga zakaz qilib yubordim. Bu ham kargosi bilan 25 ming so'm, 30 ming so'mga aylandi. Undan keyingi narsani nomini aytishim kerak yo'q, ko'rib turganlardek vau kelgan. Xullas qizlar, 35 ming so'mlik skidka faqat hayitgacha amal qiladi. Shuning uchun tezda menga obuna bo'lib, skidka so'zini yuboring.